Murad Ependi. Aptori Haji Ekber Muhemmedniyaz. Uyghur xalqining töhbikar ustozi va unutilgan do'sti Murad Ependi Hijriya 1272 yil 4 ayning 15 kuni, ya'ni milodiya 1855 yili 25 dekabr ayni vaqtdagi Qozonga qarashliq Ufa viloyatining, hozir Ufa Baş Kurdistonning poytaxti bo'lib, ruslar Qozonni Tataristonning, Ufani Baş Kurdistonning markazi qilib, bir butun Qozon xalqi tavasini parchalab etgan. Minzala noyisi Almat yezisida dunyoga kelgan. Shunga Minzalavi, Qozoni, Makki qatarlıq tavallik taxallus nomlari bilan dangliq bo'lib, har bir nomning bir tarixiy orqa ko'rinishi bordir. Nasabi va ajdodlari haqida. Murad Ependimning to'liq ismi Muhammad Murad ibn Bahodir Shah ibn Adil Shah bo'lib, Murad Ependi 1598 yili Saidiya xonligiga tajovuz qilib, ichinishliq mag'lub bo'lgan sabablik 1599 yili munqarz bo'lgan. Moğoliston xonligining qo'llashida Tömüriylar xonligi, ya'ni 1370 yildan 1507 yilgacha ni munqarz qilgan Şeybanixon qurib chiqqan O'zbek Şeybanilar xonligi, ya'ni 1499 yildan 1599 yilgacha ning 16 asrdagi Orol ko'lidan Amu daryo va Sir daryo vodilarigacha bo'lgan O'zbek Turkman viloyatlarida hukmdor bo'lgan Bekchuraxonning nasldindir. Boğusi Adil Shah, Almat va uning atrofidagi rayonlarga hukmronlik qilgan edi. Murad Ependi dastlabki boshlang'ich tarbiya va ta'limni dadisi Bahodir Shah, ya'ni Botir Shah, Abdulla va muallima onasi Abistay ustoz bekidan olgan. Ondan keyin yezidagi madrasada ona taraf tog'isi Toshqon Milla Hasanuddin degan kishining yanida toki 18 yoshga kirguncha arabcha, logika, etika, axloq ilmi, fiqh, islom asosiy qonuni bilimlari va ilmiy kalam, ya'ni ilohiyat o'rgangan. Ilm elish yo'lidagi musofirlik hayoti. 1873 yili 18 yoshlik yosh yigit Murad Qozonga berib, dangliq Shahobiddin madrasaga tanlangan. Ammo bilim qurilmasi kuchli bo'lg'achqa, qisqa vaqtda bu yerdagi o'qishni tamomlab, Buxoro va Mavaroun Nahir ilm markazlarini nishonlab, Qozondan ayrilgan. Yo'l ustida Chiroski shahrida 2 yil to'xtab, Molla Sharafiddin madrasasi va Molla Muhammadjon madrasasida keraklik bilimlarni egallagan. Bu yerda Naqshbandiya Shayx Zaynulla Rasuliddin foydalanib turgan. Ondan keyin Toshkentga berib, ba'zi buyuk olimlardan dars olgandan keyin 1876 yili Buxoroga qarab yo'l olgan. U yerda Molla Abdulla al-Sartavi Qozoni, Molla Abdushukur Turkmanning huzurida darslarni o'qib, shu yil ichida qaytadan Toshkentga qaytib kelgan. Bu navbat Murad Ependi Toshkentdagi 1,5 yillik musofirlik hayotida 6 oylik Shayx Abdul Mo'min Ishon va Toshkent atrofidagi nupuzliq ulamolarning ta'sirida Naqshbandiya tariqatiga kirgan. 1878 yili Haji qilish maqsadida O'rta Osiyodan Afg'onistonga, ondan Hindistonga o'tib, Bombay orqali suv yo'li bilan yil o'ttirlarda
jiddiga yetib kelgan. Shu yil dekabrda Haj faoliyatlarini tugatib Madinaga kelgan. Madinada 1879 yili yanvardan boshlab qisqa vaqt ichida Amin Ag'a, Shifa va Mahmudiya madrasalarini bitirib, oliy ijozat olgan. Bu jarayonda Naqshbandiya mujaddidi, ya'ni yangilik islohchisi Shayx Muhemmedniyazning yo'liga kirgan. 1880 yili Makkada yaqin yurtdoshlardan Muhammad Shohning qizi Asma xonim bilan nikohlangan Murad Ependi 1883 yili ona vataniga qilgan necha oylik ziyorat va sayohat faoliyatlaridan keyin noma'lum bir rohatsizlik va ansizlik tufaylidan qayta Makkaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. O Makkada ustoz Abdulhamid Dag'istoni, Abdurahmon Siroj va Surur Sudonining darsliklariga qitilgan. 1884 yili ustozi va jadichi ulamo Muhammad Mazhari bilan uning o'rniga chiqqan Abdulhamid Dag'istoni tangli vafot bo'lgan. Ularning vafotidan keyin u Makka muftisi Muhammad Salih Zavavining suhbat va darsliklariga ishtirok qilgan. Bir yil o'tib Madinaga yetkazgan mufti Murad Ependining har jihatda pishqon yosh olimga aylanayotganligini his qilib, uningga va Javoliq, ya'ni Indoneziyada bir shogirdiga 1885 yili aprelda Madinadan alayida xilofat nomi avatgan. Yandirq yili Makkaga kelganda ularga to'n kiydirgan. Bu arada Murad Ependi rashahatni arabchaga tarjima qilib shayxga sungan. Ondan shayxning istiki bo'yicha maktubatni arabchaga tarjima qilishga boshlagan. Murad Ependining o'zining bayonlariga qaraganda, u bu jarayonda tasavvuf, ya'ni sufizmning klassik ota kitoblari bo'libmi Futuhati Makkiya, Fususul Hikam qatorliq ko'zir kitoblar va sharhlarni o'qib chiqqan. Muhyiddin ibni Arabistonning qarashlaridan xabardor bo'lgan. Eng muhimi, Makkadagi vaqtida Ahmad Tömirning dadisi Muhammad Rishid Jarullani o'z ichiga olgan zo'r bir turkum o'quvchilarni yetishtirib chiqqan. Jahon kezib ko'pni ko'rgan bosquchi. Murad Ependi 1902, 1904, 1907, 1909, 1914 yillari oilasi bilan birga o'ta safar qilib, Qozon, Istanbul va bepoyon Turkiston shaharlarida ziyoratda bo'lgan. Eng oxirgi ziyoratini o'g'li Fahmi Murod bilan birlikda Buxoro, Toshkent, Qo'qon va Andijonda ilib borgan. Ondan Qozonga qaytib kelib, Turkiya orqali Makkaga qaytmoqchi bo'lganda, Charosiya bilan Osmonlilar sultonligi orasida urush portlab, 1 yil Qozonda turib qolgan. Darvaqa 1914 yili 29 oktyabr kuni Osmonlining Germaniyadan olgan 2 harbiy parxodi Charosiyaning Sevastopol va Odessa portlarini bombardimon qilgan edi. Shuning bilan Ruslar Osmonliga jang e'lon qilgan. 12 noyabr bu urush dunyoviy urushga aylanib, keyincha har ikki raqib imperiya halok bo'lgan edi. 1 yildan keyin urush to'xtamag'achqa Orenburgning Toz-Toba tavasida mudarris va imom bo'lgan ota jamoat tog'isining o'g'li Musliddin No'g'aybekning yeniga ketgan.
Әмма Ruslarning təqibi küçüyüb ketib, 1915 yıldan 1917 yıllar arasında nazarband ostida yaşashga mecbur bo'lgan. 1917 yılı fevralda Çar padişah taxtdan tushib, o'rniga chiqqan vaqtlik hukumat xalqqa nisbatan cheksiz erkinlik bergan. Rossiya taki shu yil oktyabrgacha dunyodagi eng erkin davlatning biriga aylangan. Bu vaqtda Murad Ependi xalq uchun amaliy bir xizmat qilish uchun o'z davridagi nomi mashhur tatar mo'tavarlari va olimlar bilan birlikda har qaysi sohalarda oqartish harakati boshlab ketgan. Ammo bu harakat texi unumini ko'rsatmayli turib 1917 yılı Bolşeviklar Oktyabr inqilobi qo'zg'ab 7 noyabr Peterburgdagi vaqtlik hukumat turishliq o'rin qishliq saroyini ishg'ol qilgan. Shuning bilan Bolşeviklar har qaysi Rus mustamlikasi ostida ezilgan millatlarga yolg'on mustaqillik va avtonomiya huquqi berib, Çar Rossiyadan qolgan ziminga to'liq varislik qilmoqchi bo'lgan. Murad Ependi xuddi Abduqodir Domollam 1919 yılı Bolşeviklar haqidagi tushanchisini oydinlashtirib, darhol Qashqarga kelib, xalqni o'yg'itib, 1949 yılı vatanimizni bosgan ofatga qarshi 30 yil burun tadbir tuzganidek Murad Ramzi Ependimu ayni vaqtdagi dangliq aka-uka savdogarlar Maqsud Moyidi va Mahmud Moyidining taklifi bilan savdo karvoniga qo'shilib 1919 yili vatanimizning Cho'chak shahriga kelib yerlashgan. Sharq Turkistondagi qaynoq bu shaharda davom qilgan uzun yillik imomlik va mudarrislik hayotidan keyin 1934 yılı 2 aprel Qurban hayitining 2 haftasi dushanba Cho'chakda vafot bo'lgan. Mazkur tarixiy ma'lumot Ahmad Temur tarafidan xotirlangan bo'lib, olimning yurtdishi, asrdishi va maslakdishi marhum Ahmad Zaki Validan tug'an Murad Ependining vafotini 1935 yılı 5 oktyabr deb xotirlab qo'ygan. Bugungi Turkiston turklari 542 bet. Oxirgi safari va yerlashib qilish. Murad Ependi 1902, 1904, 1907, 1914 yillari Osmanlı tuproqlari va ishg'ol ostidagi Tatariston va Turkiston tuproqlarida jahon kezayotgan yillarda xuddi Yusuf Haji kabi 50 yoshdan halqib bo'lgan bo'lib, 50 yillik hayoti va har qaysi qatlamlarda cho'nqur va har taraflama ilm egallash bilan o'tgan edi. Taza o'xshab meva beradigan vaqtda dunyoning siyosiy vaziyati bo'libmi olimning harakat qilish doirasidagi Osmoniya, Çar Rossiya vaziyati keskinlashib 1905 yılı Çar Rossiyada qo'zg'alan portlab, Çar podshohining taxtini o'rvatkil tasqagan. 1908 yılı İranda xalq qo'zg'alib, Angliya va Çar Rossiyaning yomon niyatini suvga chilashtirgan. İstanbulda 1908 yılı harbiy inqilob yuz berib, 1909 yılı Sultan Abdulhamid taxtdan tushirilgan edi. Sharqda Yaponiyaning bosh ko'tarib, Çar Rossiyani 1905 yılı qattiq mag'lub qilishi, Bolşeviklarning Rossiyada tez inovat qazinishiga turtki bo'lgan bo'lsa, İsmail G'asparali Ruslar pan-slavizmga qarshi qo'zg'agan turkchilik Osmanlılardagi yosh turkchilar partiyasini zo'raytgan.
Tatarlar, Türklər, Parislar, O'rta Osiyoliklar azaldan duch kelib baxmagan har xil yangi ideya va mafkuralar orasida tengirqab qolgan. Bu vaqtda har qaysi xalqlarning olimlari bas-basda o'tirg'i chiqib, o'z xalqining mavjudligi va kelajagi uchun qo'lidan kelganicha tirishchanlik ko'rsatgan. Tatarlarda Çar-Rusiya yıqılgandan keyin nopozluq va puxta siyosiy sarxillar o'tirg'i chiqqan. Murad Ependi 1914-yili Makkaga qaytishga taraddud qilayotganida Birinchi Dunyo urushi portlab, chegara taqilib qolg'achqa, Qozonda 1 yil turib qolishga majbur bo'lgan. 1915-dan 1917 yillari O'rinburgda nazorat ostida yashashga majbur bo'lgan Murad Ependi shu yil kuzdagi Oktyabr inqilobidan kelib chiqqan qalaymaqan vaziyatdan foydalanib, karvon boshlab vataniga qaytib ketayotgan aka-uka muhitlarning yordamida cho'chakka kelib olgan. Ahmad Temur va dangliq tarixchi Zaki Validan tug'an Murad Ependi 1919-yili cho'chakka kelgan deb qarsa, vatanimizdagi Uyg'urcha manbalarda Murad Ependining 1917-yilning oxirlari yo'lga chiqib, 1918-yili cho'chakka yetib kelganligini bayon qilmoqda. Tatar xalqining Uyg'ur xalqining milliy ma'rifiga qo'shgan to'hfasidan qisqa bayon. Tatar xalqi Uyg'ur va boshqa qarindosh turkiy millatlar bilan asrlardan beri birga yashab kelmoqda. Tatar xalqi dunyoning ko'plagan joylarida, bo'libmi Osiyo bilan Yevropa tutishadigan joylarda yashag'achqa, boshqa turkiy xalqlarga qaraganda iqtisod va madaniyat jihatda burunroq taraqqiy qilgan. 19-asrning oxirlarida sanoati taraqqiy qilgan hozirgi zamon millatlar qatoriga kirgan. Buningga munosib holda madaniyat, ma'rif ishlari yuksalgan. Tatarlarda ana shu chaqlardan boshlab so'qni to'qish, teri ko'nchilik, mis eritish, kema sozliq qatorliq hunar kasb korxonalar qurilgan. Sobiq Sovet ittifoqidagi tatarlar İslamiyatdan boshlab 20-asrgacha arab yezigini, 1919-yildan keyin latin yezigini, 1939-yildan keyin slavan yezigini qo'llangan. Tatarlar bilan Uyg'urlarning tarixiy qandashligi, til o'rtaqligi, territoriya tutashligi, diniy e'tiqod birligi qatorliq taraflarda quyuq munosabati bor. Tarixdan beri aralashib, madaniyat almashtirib, o'zaro hamkorlashib, urug' tuqqan, qudu bo'lishib kelgan. Mushundaq alayida o'zgacha sabablar tufaylidan vatanimizning iqtisod va madaniyat ma'rif ishlarining taraqqiyoti jihatda tatar xalqi muhim rol o'ynagan. 20-asrning boshlaridan tortib turpanliq Mahmud Moyidi qatorliq taraqqiyparvar zotlar Rossiya tavasidan ko'plagan tatar ziyolilarni o'qituvchilikka taklif qilib akelgan. 1913-yili Rossiya tavasidan Haydar Apandi qatorliq kishilarni akeldirgan bo'lsa, uningdan keyin Murad Ependini, ya'ni 1853-yildan 1934-yili Qozondan taklif qilib akelgan. Murad Ependi avval cho'chak shahrida 1929-yildan keyin Turpanda o'qituvchilik qilgan. Shu chaqda Turpan Ostonida Maqsudiya nomidagi fanniy maktab barliqqa kelgan. Murad Ependi va Uyg'urlar. Murad Ependi tatar xalqining dangliq diniy olimi bo'lib, to'liq ismi Muhammad Murad Ramzi. O 30 yosh vaqtida sopizm iqimining mashhur ota kitoblaridan Rishohat, Maktubat qatorliq asarlarni farschadan arabchaga, Qur'oni Karimni Uyg'urchaga tarjim qilib, Sharq Turkiston va Xitoydagi islom diniy sohasida zo'r ta'sir qo'zg'agan.
u yana cho'chakda ham diniy bilimlar, ham fan madaniyat bilimlarini o'rgatadigan maktab qurgan. Bu ayni vaqtda bir yangilik bo'lib, cho'chakdagi xalqimizning madaniyat bilimlarini o'rganib, nazar doirasini texnik kengaytirishda belgilik muhim rol o'ynagan. Murad Ependining dadısının ismi Abdullah bo'lib, onasining tegi Qashqarliq Uyg'ur ekanligi ilgari surilmoqda. Murad Ramzi Ependi Qozon shahrida tug'ilgan bo'lib, 6 yoshidan boshlabla dadasidan Qur'on o'qishni o'rgangan. 9 yoshidan boshlab arab tili to'g'risidagi dastlabki bilimlarni o'rgangan. 11 yoshidan 18 yoshigacha tog'isi Ismoilga agishib, O'rta Osiyodagi Buxoro, Samarqand, Andijon, Toshkent va Qashqar qatorliq joylarga berib, shu joylardagi donliq olimlardan ilm tahsil qilgan. 1880-yilning oldi keynida Әмділ 25 yaşga kirgan Murad Ependi Toshkentdagi diniy olimlar qatoriga qo'shilib, shu yerdagi diniy maktablarda dars o'tgan. Bu mezgilda u sopizm asarlari bilan tanishib, o'zining sopizm nazariyalarini tadqiq qilishga asos solgan. 1881-yili Murad Ependi bilimini oshirish uchun islom dini barliq kelgan ulug' joy Makka Madinaga berishga bel bog'lab, Lahor, Karachi va Bombay yo'li bilan Makkaga berib haj qilgan. Keyin Madinaga berib, Amir va Shifa madrasalarida 8 oy o'qib, oxirida Mahmudiya madrasasini bitirgan. Murad Ependining keyingi avlodlarining aytishiga qaraganda, Murad Ependi Mahmudiya Daril Ma'luminga o'qishga kirgan dastlabki mezgilda o'qish xarajatini topshira olmag'achqa o'qishga qabul qilinmagan ekan. Biroq bilim elish havasi kuchli bo'lgan Murad Ependi 1 yil dariza sirtida turib dars anglagan. Yil oxirida imtihonda hech qanday o'quvchi javob berolmagan qiyin bir masalaga Murad Ependi dariza sirtida turib to'g'ri javob bergan. Natijada shu orqali rasmiy o'quvchilikqa qabul qilingan. Uning natijasi a'lo bo'lg'achqa o'qish bitirgandan keyin mazkur maktabning o'qituvchiligiga taklif qilingan. Shuningdan boshlab Ramazon taxallusini qo'llanishga boshlagan va shayx degan nomga erishgan. U Madinada turgan mezgilda sopizm nazariyalarini yanada cho'nqur tadqiq qilib, Imom Rabbani Solokidin Madina sopizm guruhiga a'zo bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda sopizmning mashhur muqaddas kitobi bo'lgan Rishohat va maktubatlarni farschadan arabchaga tarjim qilishga boshlagan. Maktubat Imom Rabbanining ideyasini aks ettiradigan vakillik asar bo'lib, u fars tilidagi muqaddas asarlar keng tarqalgan O'rta Osiyo va Hindistonda zo'r ta'sirga ega bo'lsa-mu, biroq arablardagi diniy sohadagilarning uni tushunishi cheklik edi. Murad Ependining maktubatni arabchaga tarjim qilishi arab rayondagilarning O'rta Osiyo va Hindiston qatorliq joylardagi sopizm nazariyalarini tushunishini ilgari surgan. Maktubatning tarjimasi 1899-yili bitib, Makkada nashrdan chiqqan. Uzun o'tmay Bag'doddagi diniy maktablarning darsligi qilingan hamda O'rta Osiyo rayoniga tarqalgan. Tavarihi Xamisa sharqining Aptori Qurbon Ali Xalid, Rishohat va maktubatlarning arabcha tarjimasini ko'rgandan keyin Murad Ependining tarjima mahorati va diniy bilimiga yuksak baho berib mundoq degan. Odatdagi kishilarning Rishohatni farschadan arabchaga tarjim qila olishi mumkin emas edi. Maktubatni tarjim qilish texmi qo'ldan kelmaydi. Keyin Hajiga borgan tunganlar maktubatning arabcha tarjimasini Xitoyga elib ketib,
1917-yili Шанхайда qayta bastırğan. Şunun bilan bu kitap Tunganlar arasida keng tarqalishga başlagan. Murad Ependi 1912-1913 yillari Qozonga qaytgan. Keyin yana Makkaga bormoqchi bo'lganda, Birinchi Dunyo urushi portlab qilib, g'arbiy yo'l etilib qolgan. Makkaga sharqdan aylanib berish to'g'ri kelgachga 1916-yili Aran, Sharq Turkiston, Chorrossiya chegarasiga yetib kelgan. Bu dal Oktyabr inqilobi arpisi bo'lib, Rossiyaning siyosiy vaziyati davolg'ish ichida turadi. Chorrossiya O'rta Osiyodagi mustamlika rayonlaridan askar qabul qilib, mamlakat ichidagi isyonlarni bostirgan. Rossiya chegarasi ichidagi Qozoq, Qirg'iz va Tunganlar Chor podshoning top zambiraklarning qurboni bo'lishni xohlamay qo'zg'alon ko'targan. Ammo qo'zg'alon qonliq bostirilgan. Shuning bilan necha 100 ming avam chegarani bosib o'tib, Sharq Turkistonga qochib kelgan. Murad Ependi va uning oilasimi shu qitimqi ko'chishda vatanimizning Cho'chak shahriga kelib o'ltiraqlashgan. Murad Ependi dastlabda vaziyat muqimlashsa, ondan Makkaga berishni o'ylagan. Biroq vaqt uzargan sari Cho'chakning havosi yiqib qilib, bu yerdagi turmushga ko'nib qolgan hamda umrining oxirigacha Cho'chakda yashagan. Ajoyib bir vaqa. Murad Ependi Turpanda. Murad Ependi avval Cho'chak shahrida 1929-yildan keyin Turpanda o'qituvchilik qilgan. Shu chaqda Turpan ostonida Mahsudiya nomidagi fanniy maktab borliqqa kelgan. 1929-yili Murad Ependi koni do'stlari aka-uka muhitlarning tashabbusi va Turpan diniy sohadagilarning taklifi bilan Turpanga kelib dars o'tgan. Nurg'unlagan xalq Turpandan 90 kilometr yiroqlikdagi Davanchingacha oldiga chiqib, uni kutib olgan. Bu ayni yillari Sharq Turkistonni idora qilayotgan Oqqon Xitoy millatariz Jinshurinni hayron qoldirgan. Murad Ependining Uyg'ur ilm so'yar xalq orasida buncha cho'ng ta'siri borligidan hayron qolgan Jinshurin Murad Ependining bilimini sinab beqish uchun uni Qur'onni Xitoychaga tarjima qilishga buyurgan. Biroq Murad Ependi Xitoycha bilmagachga Qur'onni Uyg'urchaga tarjima qilishga ma'qul bo'lgan. Murad Ependi Turpanda ancha uzoq turmayla Cho'chakka qaytib ketish qaroriga kelgan. Turpandagi diniy zotlar qayta turib qilishga da'vat qilsa-mu, u rad qilgan. Shu chaqlarda Murad Ependiga talvilachi cho'qinadigan bir qism kishilarning Murad Ependini elib qilishga ko'zi yetmay, o'zi qolmasa o'ltirib, jasadini elib qilib tavob qilamiz deb Turpanda Murad Ependi uchun mazar selayotganligi haqida gap tarqalib ketgan. Bu gaplarni olgan Murad Ependi oldirab tinapla Cho'chakka sog'-salomat ketib olgan. Murad Ependi Cho'chakka qaytgandan keyin 2 yildak vaqt sarf qilib Qur'onni Uyg'urchaga tarjima qilgan. Muhemmedniyaz Bug'ramo dal mushu vaqtda Murad Ependining yeniga kelib, ta'lim elib, oliy shahodat nomi olgan. Tarjima 1931-yil tamomlangan. Afsuski, bu tarjima qo'lyozmasining hozir nadiligi ma'lum emas. U Cho'chakdagi mazgilda Qizil masjid, ya'ni Ishon Said Damulla masjidida imomlik qilgan. Ammo asosligi Uyg'ur bozori masjidida ham diniy bilim, ham fanniy bilim o'rgatadigan madrasada mudarrislik qilgan. Uyg'ur, Qozoq, Tungan, Tatar va O'zbek qatorliq millatlardan o'quvchi tarbiyalagan.
Murad Ependi gerçi sopizm peşivası bolsunmu, amma o çöçekte ne özü murt toplap sopizm guruhu şekillendirmegen, ne xalq içinde bu guruh şekillenmegen. Faqat uyida tanha halda zikr sana aytipli yurgen. Avlodlarning uchur berishi, peshqadam shohidlarning guvohligi va qabr teshidagi ma'lumotlarga asoslanganda Murad Ependi na Ahmad Temur xotirlagan 1934-yili 2 aprel na dangliq tarixchi Zaki Validin tug'an ilgir surgandek 1935-yili 5-oktyabr emas, balki 1934-yili 5-oktyabr 79 yaşida cho'chakda vafot bo'lgan. Murad Ependining ayoli Asmadin Aysima. Hasan, Munir, Anir, Fatima va İstihar qatorliq 3 o'g'il, 2 qizi bo'lgan. Beqivagan o'g'li Asadning texi yaqinqi yillargacha cho'chakda yashaganligi ma'lum. Tugidi. Maqolning manbasi Uyg'urlar Tor jurnalining 2 sonidan elindi.